Farg'onalik model bola Luso Travel bilan birgalikda safariga qanday bordi? Har doimgidek zavtrakda uxlab qolib, kunimni yuvinish bilan boshladim. Har bir inson umrida bir marta bo'lsa ham safariga chiqish kerak. Safariga chiqqanlar esa kommentariyaga sizlarning safaringlar qanday o'tganini yozib ketinglar. Safariga sayohat o'zi nimadan boshlanadi? Tayyorlanib, kiyinib tushguningizgacha otelingiz oldida sizni shunaqa mashina birinchi tochkaga olib ketish uchun kutib turgan bo'ladi. Bu yerga kelganingizda siz mototsikl, gidrotsikl, xullas jamiki baloni bor narsani arendaga olib safarida minsangiz bo'ladi. Bemalol rasm va videolarga tushib bo'lganingizdan keyin sizni внедорожникка solib safariga drift qilgani olib chiqib ketishadi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, arablar safarida driftni yorib yuborishadi. Adrenalin olish uchun eng zo'r mashg'ulot. Va safarida o'rtasida siz rasm va videolar olishingiz uchun yana bir bor to'xtab o'tishadi. Va bu yerdan so'ng safarida eng qiziqarli joyi, ya'ni safari kempga sizni olib ketishadi. Odatda safari kemplar Qizil qum junlar atrofida joylashgan bo'ladi. Kempga kirishimiz bilan shunaqa shou bilan bizni kutib olishdi. Bolalar, sizlardan so'ramasam bo'lmaydi, qaysi rangligi ko'proq yoqdi kommentariyaga yozib ketinglar. Aytgancha, Luso Travel tanlab bergan safarida ovqati juda ham yaxshi ekan, shu sababli o'zimiz bilan olishga qaror qildik va Furayani arafatkasini tugun qilib ovqatimizni shunga sovg'aldik. Safaridan so'ng bizni otelimizga tashlab qo'yishdi va biz Furaya bilan aylangan chiqishga qaror qildik. Sayohat deganda sizlar nimani tushunasizlar? Sayohat bu shunchaki dam olish emas. Sayohat odamni ishonchini oshiradi. Yolg'iz qaror qabul qilish, yo'l topish, moslashish insonni yanada kuchliroq qiladi. Eng muhimi esa sayohat insonni o'ziga qaytaradi. Kimligini va nima xohlayotganini yana bir bor eslatadi. Kiyimingizga mos bu. Dubayda shunisi вообще yoqtiraman. Shunaqa mashinalarni ko'rib qanaqadir dopamin olasizlar. Men sizning mashinangiz yo'q. Nimaga meni mashinam yo'q? Kerak emasmi sizga mashina? Mashina. Peshqam yuraveramiz mashina. Siz oling deysiz, men olmaymanmi? Qarang, unda nima qilamiz? Farg'onaga borganda menga mashina tanlagani, ikkalamiz birgalikda boramiz. Rost. Buni video qilib olamiz. Qanaqa mashina? Ну, Farg'onaga borganda endi aniq o'ylab ko'ramiz. Sizga qanaqa mashinalar yoqadi o'zi? Menga Cherry ham yoqadi. Cherry. Nomi ham необычный, bilasizmi-da bu Cherry. Bo'ldi, unda qarang, Farg'onaga borganimizda Farg'onalik model bolaga mashina tanlashadigan video olamiz.